2 yoshlik qizalog'im bilan sayohatga yo'l oldik. Ha, to'g'ri eshitdingiz. 2 yoshlik qizalog'im va super ota yana bir haftaga. Eplay olamanmi yo'qmi deb o'zim ham ikkilandim. Bolani vaqtida ovqatlantirish, tagini toza tutish, yuvintirish hammasi mas'uliyat talab qiladi albatta. Ayniqsa u qiz farzand bo'lsa. Samolyotda 5 soat davom etgan parvoz vaqtida deyarli qiynalmadim. Har xil o'yinlar o'ynab, shirinliklar bilan chalg'itdim va ozgina uxlab ham oldi. Faqatgina yerga qo'nish paytida quloqlari bitib og'rib qoldi. Manzilga yetib ham keldik va mehmonxonaga joylashdik. 3 kun davomida qiyinchilik bo'lmadi. Kunduz ovqatlarni o'z vaqtida berib, kechalari kashasini ichirib, yuvintirib vaqtida uxlatdim. 4-kundan ozgina injiqlik qildi, zerikib qoldi, yig'ladi. Super ota bunga ham yechim topib, yangi joylarga olib borib va yangi o'yinchoqlar olib berdim. Bu vaqt uyda ro'zg'ordagi kamchiliklarni to'ldiraman deb, ayolim 2 ta bola bilan bozorda qiynalib yurmasin deb, Korzinka.go ilovasidan mahsulotlarni buyurtma qilib yubordim. Korzinka.go ilovasi keng tanlovga ega bo'lib, u yerda uyingizga kerakli hamma narsa mavjud. Muhimi bozordan arzon. Undan tashqari maktab uchun kerak bo'ladigan barcha narsalar bir joyda. Xullas oxirgi 3 kunimiz ham o'yin kulgi, dengizda suzish, bozorlarda aylanish va uydagilarga sovg'a-salomlar olish bilan o'tdi. Shu tariqa 7 kun davomida qizalog'imni zeriktirmay, urintirmay bir olam yoqimli xotiralar bilan sog'-salomat uyga qaytarib olib keldim. Endi aytingchi, yana qaysi bir erkak 2 yoshlik farzandini bir o'zi boshqa davlatda bir hafta davomida eplolgan bo'lardi? Ha, aytgancha super ota siz eng zo'rsiz deb komment yozib keting, xursand bo'laman.